Endi jurnalistlar bilan muloqotda jamoasi ustozi Mirzo Qosiyev bo'ladilar. An'anaviy savol bilan boshlaymiz. Bugungi o'yingiz sizning bahoyingiz. Yani baho assalomu alaykum. Muxlislar berish kerak. Haqiqatan ham kutilgan o'yin edi. Qolaversa chempionga qarshi Neftchi jamoasi o'yinchilari, malakali o'yinchilar yig'ilgan. O'shaning uchun ham ochiq futbol, menga Neftchi jamoasi ham ochiq futbol namoyish etayotdi o'yinni. Qolaversa bizga ham yoqadi, biz ham ochiq o'yin. Albatta kurashlarga boy, qiziqarli o'yin bo'ldi. Menimcha muxlislarga yoqdi deb o'ylayman. Endi durang nasib ekan shu bo'ldi. Meniki bizda ham yaxshi imkoniyatlar yaratishdi yigitlar. Agarda o'shandan foydalanilganda birinchi bo'limda, ikkinchi bo'limda o'yin boshqacha bo'lishi mumkin edi natija. Lekin oxirida yutqizib qo'yishimiz ham mumkin edi. Futbol shunisi bilan qiziq. O'shaning uchun e'tirozim yo'q. Shu havoga qaramasdan yomg'irda muxlislar oxirigacha o'yinimizni kuzatishdi deb o'ylayman va albatta qanaqadir o'yin chiroyini ko'rib mamnun bo'lib ketishdi deb o'ylayman muxlislar uchun. O'shaning uchun shu. Marhamat savol. Beborli. Birinchi taymda dastlab 35 nafasdan umuman o'yin bermadi. Ikkinchi bo'limda endi o'zi zamindan ramzob zaminlardan o'yinning intensivligi ushlab qololmayotgan Endi albatta bu yerda ishtiyoq kuchli bo'lgandan keyin fikrlash doirasi pasayadi. Meniki vaziyatlarimiz bor edi. O'sha o'yinni ushlab qolish, ko'proq variировать qilishni ta'kidlagan edim. To'psiz qoldirish, hujumga chiqqanimizda ham tezkor hujumga agarda pozitsionniy himoyalanganda Neftchi biza pozitsionniy ataka qilishimiz uchun qisqa kalta pasli berib kopto'z qoldirishimiz kerak edi. Lekin o'sha ishtiyoq o'yinni yutish, shunga ko'p harakat qilishdi. Bo'lmasa yaxshi hujum uchun vaziyatlar bor edi. O'sha Dilshodni ham aldamasdan turib oshirsa 3-3 chiqyotgandi menimcha. Qanotdan to'pni yetkazib berish kerak edi. Hozir ham o'zi ham tan oldi. Keyin yo'q joydan yo'qotib mana shu o'zimizni qiyin ahvolga soldi. Mana shu narsa kerak. O'yinda o'sha dirijor bo'lib, o'yinni qani aytadi-yu, aktivni отдых deydi-yu, pozitsionniy atakada shu narsaga unaqa miyasidan chiqib ketdi deb o'ylayman. Mana shu narsa ham o'ziga nima deydi, ta'siri bo'ldi. Tushunarli. Marhamat. hozirgi kunda shu bitta agentkada emas, chempionat emas, hujumchilar nafadashlik ham bo'lgan bo'lib qoldi. Agentkada ham ko'pincha taqsimlasa bizlarga zo'rga o'tib bo'lmasa endi kurashga boy chempionat bo'lyapti. Og'ir u chempion bilan o'ynaysanmi, quyi jadvalda quyi o'rinda egallagan jamoa bilan o'ynaysanmi, baribir hozir hamma qarshilik ko'rsatyapti. O'shaning uchun ham endi bu mahoratga ham bog'liq-da. Endi mahorat olish uchun o'zini futbolchi oxirgacha ko'proq o'z ustida ishlash kerak, nasilovat qilish kerak-da o'zini. O'shaning uchun ham shu narsadan yetishmayapti. Marhamat. endi ko'pchilik boshlash kerak deb shu yaqinda shu xalq futbol Jafar Ismet podkastidan birida aytib o'tdilar. Men tushunmayman hozir endi hujumchilarga kam bo'layotgani uchun klublar отдельный специальный trener bilan napadash olsa bo'lardi, yo'lda kamayib ketdi. Umumiy ushbu fikrga qanday qaraysiz? Yo'q, endi imkoniyat bo'lsa, albatta yordamchilar har bitta chizuvda darvozabonlar bilan, himoyachilar, yarim himoyachi, hujumchilar bilan malakali mutaxassis bo'lsa, bu yaxshi, lekin bu narsa ham hammasi xarajatga qaraydi-da. Agardan chetdan chaqirsang, masalan, yana o'sha finans. Xohlaymiz o'sha Yevropaga o'xshab analitiklar,
ovqatiga отдельно har bitta o'yinchisiga yoki mana shu Rossiyada ham mana ko'p gaplashamiz yigitlar bilan o'ynagan, oldingi o'ynagan o'yinchilarimiz bilan. Endi ularda o'sha Rostov bormi yoki bu komandasi bor hozir ikkinchi o'rinda ketyapti. Ishqilib o'shalarda hamda juda endi hammasi mablag'ga bog'liq. Mablag'ga bog'liq. Bu narsa xohlaymiz boshqa xotirmasdan hamma отчетni berib yoki kuzatib masalanda inson anaqasi har xil yaratilganda. Oxirgi savol. Aprel oyidan shu ertaga inninga sborda yig'ilish boshlaydi. Shungacha 7 ta o'yin bo'lib Superliga, boks ligasi shu agentlik uchun paxtkor mag'lubiyatdan boshlandi. Mana bu ikkinchi bilan durangga tugadi. Orada 3 ta g'alaba, 3 ta necha, 2 ta mag'lubiyat. Jamoa shu bosqich qanday o'tdi? Ko'ngil to'ldimi? Necha ochko bilan reja qilgandinglar? Mana bitta narsa bordi. Hozir aytib o'tdim, o'yinning boshida imkoniyatimiz bor edi. Ikkinchi bo'lim boshida ham imkoniyatimiz bor edi gol urishga, lekin o'yinning oxirida yutqizib qo'yishimiz ham mumkin edi. O'shaning uchun xulosa o'zingizdan. Oxirgi savol chempionat aziz uchun edi, lekin mehmonlar uchun yana bitta imkon beramiz, marhamat. Kecha Neftar sonasida o'z omonatlarini topshirdi. O'z davrida bitta komandada bo'lmasa-da, boshqa jamoalarda turibdi. Qanday nimadan qolgan? Juda ham ilu boya eshitib qanaqadir ozgina ko'ngil xirj bo'ldi. Endi bu Allohning irodasi. Joy jannatdan bo'lsin. Juda ham xushchaqchaq inson edi. Endi Alloh bergan umri shu kun ekan tugashi. Endi yaqinlariga sabr tilaymiz. Neki yurki o'yinchi edi. Birga ancha Paxtakorda ham, milliy terma jamoada ham harakat qilganmiz. Endi bu Allohning ishlariga biz ana qilolmaymiz. Faqat shu oilasiga sabr, bandalik endi bu. Mana shu narsada boshqa nima deyish mumkin hozir? Masalan, lekin juda ham pozitivniy inson edi. Juda ham xushchaqchaq, kulib har doim nima deydi? Kimga ham ozor keltirmaydigan inson edi. Shu bilan katta anaqada bu narsa.